Umar, musulmon bo'lishingizdan avval sizni yutgan edik. Alloh siz tarafda ham, biz tarafda ham emasdi. Alloh siz tarafda bo'lgach, bizni yengdingiz. Jahiliyat paytida bizni yengishingizga sabab sizlar birdam, biz tarqoq edik. Endi qayta xiyonat qilganingni nima deb oqlamoqchisan? Doim bitim tuzib yana buzasan. Taslim bo'lishingdan avval musulmonlarning yaxshilarini, Rasulullohning sahobalarini o'ldirding. Seni o'ldirib, ularni o'chini oldi. Tomog'im qurib qoldi. Suv ichsam bo'ladimi? Nega qo'ling qaltirayapti? Qo'rqib ketyapman, Amirul Mo'minin. Bu suvni ichib, sizga hali uzrimni aytmasimdan meni o'ldirmaysizmi? Shu suvni ichmaguningcha o'ldirmayman. Boshqa suv beringlar. Chanqog'i qonmaguncha o'ldirmang. Yo'q, suv ichkim kelmayapti. Shunchaki menga omonlik berishingizni istadim. Seni o'ldiraman. O'ldirmayman dedingiz. Yolg'onchi. To'g'ri aytyapti Amirul Mo'minin. Shu suvni ichmaguningcha o'ldirmayman dedingiz. U ichmadi. Hiyla ishlatding. Menga faqat musulmon hiyla ishlatishi mumkin. Xudo haqqi. Islom dinini qabul qilish haqida o'ylab yurgandim. Ha, musulmon bo'laman. Birodaringizga islomni o'rgating. Umrimda bunaqasini ko'rmaganman. Men o'ldirgan odamning jigari hayotimni asrab qolish uchun guvohlik berdi. Shuning uchun ham odamlar musulmon bo'lyapti.